Tabiat qo'ynida, toza havo hududida joylashgan G'isht ko'prikdagi 2 sotixli kottejlarimiz ta'miri bitdi va u o'z yangi uy egalarini kutmoqda. Ta'miriga va qulayliklariga o'zingiz baho bering. Zamonaviy va keng kottej qulay hayot uchun barcha shart-sharoitlarga ega. Yer maydoni 2 sotix, umumiy yashash maydoni esa 250 kvadrat metrdan iborat. Qavatlar soni 2 va birinchi qavatimizda 2 ota-onalar uchun master yotoqxona, keng oshxona, yorug' hol va 2 sanuzel joy oldilar. Shuningdek, bu qavatimizda havo aylanishi uchun kichik hovli uchun ham joy qoldirilgan. Har bir xona juda nafis va fayzli ta'mir bilan ta'minlangan. Barcha interyer yorug', och ranglarda bajarilgan bo'lib, faqat yuqori sifat materiallardan foydalanilgan. Ikkinchi qavatimizni yana bir keng hol ochib beradi. Undan esa 2 master yotoqxonaga, 1 bolalar xonasi, 1 mehmonlar uchun mo'ljallangan xona va 2 sanuzel. Shuningdek, bu qavatimizda keng balkonga chiqish ham mavjud. Toshkent viloyati G'isht ko'prik shahardan bor yo'g'i 11 kilometr masofasida joylashgan. Sokin, toza va yashil mahalla, musaffo havo va tinch muhit. Qo'shimcha qulayliklar ichida hovlimizda joy olgan kotelxona, qishki va yozgi oshxonalar va avtomobil kirishi uchun keng avtoturargoh uchun ham joy qoldirilgan. Atigi to'rtda qolgan ushbu kottejlarimiz narxi 130 mingga narxlandi. Oilaviy tinch hayot, qulaylik va tabiat bag'ridagi rohatning eng yaxshi uyg'unligi. Shahardan atigi 15 daqiqa masofasida joylashgan ushbu yangi ta'mirli xonadonlarimiz o'z yangi uy egalarini kutmoqda va u chiroyli narxda savdoga qo'yilgan. Ushbu taklifimiz sizga qiziq bo'lsa, biz bilan albatta bog'laning.